Hammaga assalomu alaykum yorobun. Bugun darsimizda 105-topikda tushishi mumkin bo'lgan elektrorsigi mavzularni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, yana bitta narsa, ma'lumot. Bu sigi mavzular nafaqat 105-topik va balki 106, 107 va даже 108-topikda ham tushishi mumkin. 105-topik, ma'lumot uchun aytaman, aprelda bo'ladigan topikda, ya'ni mana shu kelayotgan 12-kuni. Xo'p, давайте mavzular bilan tanishib chiqishni boshlaymiz. Bizning maqsadimiz, bu mavzular bilan tanishib chiqish maqsadimiz bularni ko'rib, imtihondan oldin shug'ullanib olish. Tak. Tushishi mumkin bo'lgan 10 ta dona savolni, mavzuni tayyorlab qo'ydim. Tak, bizada xo'sh, tushishi mumkin bo'lgan elektrorsigi mavzulari 10 tasi. Xo'sh, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Hozir hammasini bitta-bittadan o'rganib chiqamiz. Birinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, bu bizda Chongbu Hwaryong Ningyok degan mavzu. Ya'ni ma'lumotdan to'g'ri foydalana olish qobiliyati. O'zbekchada hech qachon bunaqa mavzu menimcha ko'rmagansiz sigi bo'yicha, lekin koreys tilida bor. Topik imtihonida topik 2 sigi uchun chiqadigan mavzu. Demak, birinchi savoli nima bo'lishi mumkin? Ma'lumotdan to'g'ri foydalana olish nega muhim? Bilsanglar, topik 2 sigi elektr qismida mana shunaqa savollar strukturasi bor, ya'ni faloncha narsani muhimlilik sababi. Nimaga mana shu narsa muhim deb so'raydi. Undan keyin faloncha narsa agar o'xshamay qolsa, bo'lmay qolsa, uni sabablari nima? Misol, ikkinchi savolga qarasak, bugungi jamiyatda ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan muammo paydo bo'lishining sabablari nima? Ya'ni hozirda nimaga mana shunaqa muammolar paydo bo'lyapti? Elektr yozayotganingizda paragraflarga bo'lib yozamiz, bilasizlar. Sizlar bilib olinglarki, hech qachon paragrafda nima so'rayotgan bo'lsa, undan tashqari hech qanaqa mavzu qo'sha olmaysiz. Misol uchun bizdan so'rayapti, nimaga bunaqa bo'layotganligini. Ya'ni bunday muammolar paydo bo'lishining sabablarini so'rayapti. Biz kelib o'sha muammoga yechim berib qo'ysak, bu o'zi mavzudan chiqish bo'lib qoladi. Xo'sh, ikkinchisi, keyingi yana bitta tushishi mumkin bo'lgan mavzu qo'shimcha ma'lumot. Elektrorsigi mavzulari ko'pincha Koreyada bo'layotgan jiddiy muammolar haqida bo'ladi. Demak, qisqa ma'lumot 요약형 정보라고 해요. 요약형 o'sha qisqa ko'rinishdagi deb tarjima qilinadi. Demak, birinchi savoli, 사람들이 요약형 정보를 선호하고 소비하는 이유는 무엇인가? Ya'ni odamlar nimaga shunday qisqacha bo'ladigan ma'lumotlarni yanada afzalroq ko'rishini sabablari nima? Misol, qisqacha ma'lumot deganda biz bugungi kunda Instagram, YouTubedan foydalanamiz va har xil qisqa ko'rinishdagi videolarga duch kelamiz. Ana o'shalar 요약형 정보 hisoblanadi. Keyingi savoli, 요약형 정보 이해에 미치는 부정적인 영향은 무엇인가? Ya'ni qisqa ko'rinishdagi ma'lumotlar biz ma'lumotni tushuna olish qobiliyatimizga qanday ta'sir o'tkazadi? Sal tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin bu narsa sizga, lekin bu yerdagi ma'nosi shuki, misol biz juda katta hajmda qisqa ma'lumotlarni olishga o'rganib qolsak, ya'ni ma'lumotni faqatgina qisqa ko'rinishda olishga o'rganib qolsak, biz ma'lumotni tushunishimizga bu qanaqa qilib ta'sir o'tkazadi? Misol uchun, hadeb qisqa videolarni ko'raverishni yomon taraflari bor. Sizni e'tibor qarata olish qobiliyatingizga bu juda katta zarar qiladi. O'shani misol qilib olib kelib tushuntirsangiz bo'ladi. Uchinchi savoli, 이러한 문제를 해결하기 위해 필요한 노력. Mana shunaqa struktura ko'rinishda ham keladi savollar, ya'ni muammo, u muammoning sabablari va oxirida sizdan yechim so'raydi. 3 ta savol ketma-ket. Endi bizdan so'rayapti, bunday muammolarni yechish uchun kerakli bo'lgan harakatlar nima? Ya'ni qanday qilib shu nima deydi, 요약형 정보 orqali kelib chiqadigan muammolarni yechsak bo'ladi. Tushunarli? Agar bunaqa savollarni, mavzularni praktika qilmoqchi bo'lsangiz, albatta buni screenshot qilib ChatGPTga tashlasangiz, juda chiroyli ko'rinishda yozib beradi. Albatta ChatGPT bilan bu narsalarni ishlang. Va uchinchi mavzuyimiz. 짧은 동영상. Hozir ko'rgan mavzuyimizga o'xshab ketadi. Buni lekin asosiy mavzusi qisqa videolar haqida. Faqatgina qisqa ma'lumot emas, balki shunchaki qisqa videolar mavzusi.
birinchi savoli 사람들이 짧은 동영상을 많이 이용하는 이유는 무엇인가? Ya'ni odamlar qisqa videolardan ko'p foydalanishligini sababi nima? Ya'ni har xil influencerlar yoki kreatorlar o'sha ishni qilishadi, ya'ni qisqa videolar chiqarishadi. Yani buni sabablari nima? 짧은 동영상이 가지는 문제점은 무엇인가? Qisqa videolarda mavjud bo'lgan muammoli taraflar nima? Ya'ni o'sha gap, bu narsa odamni o'ziga o'rgatib qo'yadi, dopamin haqida gapirsangiz bo'ladi va undan tashqari oxir oqibat biz e'tibor qarata olish qobiliyatimizga zarar yetkazadi. Endi 3-savoliga qarasak, 이러한 문제를 해결하기 위해서는 어떤 방법이 있는가? Demak, bunday muammoni hal qilish uchun qanday yechim uslubi bor? Tamam. Endi bo'lsa keyingi mavzuni ko'ramiz. 4-mavzu. Keyin 정보 보호. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish haqiqatda Koreyada juda ham dolzarb mavzu. Shaxsiy ma'lumotlarimizni qanaqa qilib himoyalasak bo'ladi? Birinchi savoli. Keyin 정보 보호가 왜 중요한가? Ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish nimaga muhim? Aytsangiz bo'ladi, что shaxsiy ma'lumotlarni agar himoya qilmasangiz, har xil nima deyiladi? Nelegal bo'lgan ishlarga aralashib qolasiz yoki shu noqonuniy deyiladi. Har xil yomon ishlarga aralashib qolishingiz mumkin agar sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz tarqalib ketsa. Yomon niyatda ham foydalanadi boshqalar. 개인 정보가 유출되었을 때 발생하는 문제는 무엇인가? Endi bu yerda so'rayapti, shaxsiy ma'lumotlar tarqalib ketgan paytda qanday muammolar paydo bo'ladi? 개인 정보를 안전하게 보호하기 위해서는 어떤 노력이 필요한가? Endi bizdan yechim so'rayapti. Sezgan bo'lsanglar, hamma mavzuyimizda oxirgi savoli qanday yechim? Shu yechimga to'xtalaveryapti faqat. Shaxsiy ma'lumotlarimizni xavfsiz saqlash uchun nima qilishimiz kerak? Chao. Keyingi mavzu. 집중력 저하 mavzusi. 집중력 degani e'tibor qarata olish qobiliyati va o'shani suslashishi, ya'ni yomonlashishi. 집중력이 저하되는 이유는 무엇인가? Ya'ni e'tibor qarata olish qobiliyatimiz yomonlashishi sabablari nima? Har xil sabablar bor. Misol biz ko'proq qisqa ma'lumot olishga o'rganib qolganmiz va nima deydi? Bir vaqtning o'zida ko'p narsaga e'tibor qaratishga o'zi miyamizni o'rgatib qo'yganmiz. Shuning uchun ham faqatgina bitta narsaga qarab turishimiz qiyin. 집중력 저하로 인해 발생하는 문제는 무엇인가? Ya'ni e'tibor qaratish suslashishi orqali paydo bo'ladigan muammolar nima? 이를 해결하기 위한 방법은 무엇인가? Buni yechish uchun uslub qanday bor? Qanaqa qilib yechimlar topsak bo'ladi? Xo'sh, bitta narsa, agar 54-sigida siz yechim yozmoqchi bo'lsangiz, yechim odatda mana bu yoqda muammo qismidan kelib chiqadi. Misol, o'sha qandaydir muammo bor. Misol, bizdan so'rayapti, e'tibor qaratish qobiliyati yomonlashishidan qanaqa muammolar kelib chiqadi? E'tibor qarata olmay qolsak, biz yaxshi o'qiy olmay qolamiz yoki ishimiz yaxshi bo'lmaydi. Unga biz yechim olishimiz mumkin. Что mana shu ishimizga, o'qishimizga yanada chuqurroq e'tibor qaratishimiz, chalg'itadigan narsalardan voz kechish degandaqa. Keyingi mavzu. Chungdoq, ya'ni o'rganib qolish, bu ham haqiqatda kuchli emas, nima deyiladi? Ko'p uchraydigan mavzu. Xo'sh, 중독의 종류에는 어떤 것들이 있는가? Yani o'rganib qolishning qanday turlari bor? Misol aytsangiz bo'ladi, o'rganib qolish o'yinga yoki sotsial mediaga bo'lishi mumkin yoki qisqa videolar ko'rishga. Har xil turlari bor. Aytsangiz bo'ladi, mana shu narsa orqali bular kelib chiqadi deb. Chunki har bitta ideyangizni berganingizda, u ideyadan keyin uni tushuntirib berishingiz ham kerak. Именно mana shu narsa biz essayimizni sal uzunroq qilib beradi to'liqroq chiqadi. Ya'ni bilsanglar, kriteriya bor 54-sigida, to'liqonlik darajasi deyiladi. Ya'ni biz berayotgan ideyamizni to'liq tushuntirib berish. Tak. Keyingi mavzu 공감 능력. Bu mavzu oldin ham uchragan, lekin yana tushishi mumkin. Boshqalarni tushunish qobiliyati. Ya'ni hamdardlik deyiladi o'z aslida.
Lekin bizda hamdardlik so'zi faqat yomon ma'noda ishlatiladi, yomon holatlarda. Tak, boshqalarni holatini qanday qilib tushuna olasiz? O'sha birovni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rish qobiliyatingiz. Demak, shu mavzu ham bo'lishi mumkin. 현대 사회에서 공감 능력이 중요한 이유는 무엇인가? Hozirgi shu jamiyatimizda boshqalarni tushuna olish qobiliyati muhimligi sababi. Misol aytsangiz bo'ladi, shu boshqalarni yaxshiroq tushunsangiz, ular bilan qatnashishingiz yaxshi bo'lishi mumkin. Bu ham bitta ideya. 공감 능력이 부족할 경우 발생하는 문제는 무엇인가? Boshqalarni tushunish qobiliyati yetishmagan holda qanday muammolar paydo bo'lishi mumkin? Siz birovni tushunmasangiz, nima bo'ladi? Albatta, qalbingiz sengoyo. Ya'ni nizo va tushunmovchilik paydo bo'ladi. Ya'ni u qanday his qilayotganini siz agar tushunmasangiz, to'g'ri yoki mos keladigan qilib reaksiya qila olmaysiz uni gapiga, shunda orangizda nizo paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni u meni tushunmayapti va qalbing sengoyo. 공감 능력을 기르기 위해 필요한 노력은 무엇인가? Boshqalarni tushunish qobiliyatini rivojlantirish uchun kerakli harakat nima? Ya'ni nima qilib shu qobiliyatimizni yanada yaxshilashtirsak bo'ladi? Aytsak bo'ladi, agar biz suhbatdoshimizni gapini yaxshilab eshitsak va yollin ma'muru degan so'z bor, ochiq ko'ngil bilan birovni tinglash. Shunday qilib har xil misollar keltirib javob bersak bo'ladi. Keyingisi, bu adashmasam 9-inchisi, yo'q 8-inchisi ekan. 소통의 질. 소통 muloqot, 질 degani sifat. Misol chiri 높다 yoki chil 높은 degan so'z bor. Sifati baland deb tarjima qilamiz. Demak, muloqotning sifati. Endi o'ylashinglar mumkin, qanaqa muloqot sifati bo'lishi mumkin? Bu degani, misol biz o'zimiz siz bilan muloqot qilayotgan bo'lsak, qanchalik sifatli qilayotganimiz uni. Sifatli gaplashishimiz. Birinchi savoli, 현대 사회에서 소통의 질이 부족해지는 이유는 무엇인가? Hozirgi jamiyatda muloqot sifati yetishmayotganligi sababi nima? Ya'ni aytsangiz bo'ladi, odamlar unchalik ko'p bir-biri bilan muloqot qilmay qo'ygan va borgan sari so'tong yaxshi bo'lmay qolyapti. Muloqot qobiliyati yaxshi bo'lmay qolyapti. 이러한 문제가 개인이나 사회에 미치는 영향은 무엇인가? Bunday muammolar shaxslarga, ya'ni o'sha odamlarga va jamiyatga o'tkazadigan ta'siri nima? 효과적인 소통을 위해 필요한 태도나 방법은 무엇인가? 효과적인 degani samarali, ko'p uchraydigan so'z, yodlab oling. Aytayapti, samarali muloqot qilishimiz uchun kerakli bo'ladigan munosabat. Ya'ni biz qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak va qanday yechimlar bor. Tak. Bu 8-mavzu edi. Endi 9-sini ko'ramiz. Bu ham bir muhim mavzu hozirgi kunda. Olbarin 경제 생활, ya'ni to'g'ri bo'lgan moliyaviy hayot. Bu degani siz pulingizdan qanaqa qilib to'g'ri foydalanishingiz. Misol, YOLO degan narsa bor. Faqatgina bir marta yashaysan degandaqa. Shu haqida ham mavzu tushadi topikda. Bir ko'rganman. Ya'ni mana shu YOLOning maqsadi nima? Xullas shunga o'xshagan mavzular. Xuddi shunga o'xshab bu ham tushishi mumkin. 소래드 소비와 저축이 각각 중요한 이유는 무엇인가? iste'mol va pul jamg'arishning har birini muhim tarafi nima? Ya'ni ikkalasini ham qanaqa muhimli tarafi bor? Iste'mol deb aytganimizda faqatgina ovqat yeyish kirmaydi. Misol uchun siz borib o'zingizga yoqtirgan narsangizni sotib olishingiz yoki mashina olishingiz yoki o'sha uyga kerakli narsalaringizni olishingiz, telefon, sumka, hammasi subi라고 해요. Demak, mana shu o'zingizga qilayotgan, sotib olayotgan narsalaringiz cho'tchuq bo'lsa, bu pulingizni yig'ib qo'yishingiz. Ya'ni pulni jamg'arish. Shu ikkitasini qanaqa muhim taraflari bor? Endi nimaga muhim? Aytsangiz bo'ladi, iste'mol qilib turish kerak, chunki bu odamni qandaydir xursand tutadi. Bizni haligi baxtlilik darajasi degan so'z bor. Koreys tilida. O'shandan foydalanib gap so'zlar bo'ladi va cho'tchuq pul jamg'arishga keladigan bo'lsak, aytsak bo'ladi,
Pul jamg'arish muhim, chunki bu mire tabiiy, ya'ni kelajakka tayyorgarlik hisoblanadi va juda ham muhim. Ikkinchi savoli subi와 젖줄에 bo'lib qolibdi. 젖줄의 균형이 잘 이루어지지 않을 경우 어떤 문제가 발생하는가? Xo'sh, so'rayapti bizdan, agar iste'mol va pul jamg'arish o'rtasida murosa bo'lmasa qanaqa muammo paydo bo'ladi? Endi murosa deganda, aytaylik siz kelisholmay qolasiz. Bu pulimga narsa sotib olaymi yo bu pulimni yig'ib qo'yaymi deb. O'shanda mana murosa bo'lmasa qanaqa muammo kelib chiqadi? 바람직한 소비와 저축을 위해 필요한 태도는 무엇인가요? To'g'ri bo'lgan iste'mol va pul jamg'arish uchun kerakli munosabat nima? Munosabat deydi, mana tedo so'zi. Bu degani sizda bo'lishi kerak bo'lgan xohish deymizmi? Shu haqida. Endi bo'lsa, oxirgi mavzuyimiz 저작권 보호. Haqiqatda hozirgi kunda mana shu mavzu ham juda ham muhim. Ya'ni mualliflik huquqini himoya qilish degan mavzu. Copyright deb aytiladi. 저작권을 보호해야 할 이유는 무엇인가? 무알리플릭 huquqini himoya qilish sabablari nima? 저작권이 제대로 보호되지 않을 경우 발생하는 문제는 무엇인가? ya'ni mualliflik huquqlari himoya qilinmasa qanday muammo paydo bo'ladi? Xo'sh. 저작권을 보호하기 위해 필요한 노력은 무엇인가? mualliflik huquqini himoya qilish uchun kerakli harakatlar nima? Ya'ni qanaqa qilib himoyalasangiz bo'ladi? Menimcha buni asosan shu sotsial media platformalari bilan bog'lab aytsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha mualliflik huquqini himoya qilish uchun o'sha platformalar yordam berishi kerak deb. Bu ham bitta ideya. Endi shuncha mavzuni ko'rib chiqdik. Aytmoqchi bo'lardim, agar bu mavzularga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, hozirdan hammasiga kerakli ideyalar o'rganib qo'ying. To'liq uzun essay yodlab chiqishingiz shart emas. Shunday kerakli ideyalar va kerakli ba'zi bir so'zlarni yodlab qo'ying. Va albatta ChatGPTga tashlab, essay holatda o'qib ko'ringlar, juda katta yordam beradi. Ana endi bo'lsa, oxirgi videoning oxirgi qismiga keldik. Mana shu yerda topik 2 va topik 1 o'qiyotgan o'quvchilar uchun bir ma'lumot berib ketaman. Ya'ni 12 apreldan topik 2 uchun darslar boshlanadi. Topik 1 uchun bo'lsa, mana shu kelayotgan 8 apreldan dars boshlaymiz. Bularda ilki tikki savol turlarini to'liq o'rganamiz. Ya'ni testni yechish bo'yicha kerakli bo'ladigan strategiyalari o'rgatiladi. Va darslarning hammasi jonli ko'rinishda, ya'ni shunchaki sizga video dars tashlab qo'yilmaydi. Ya'ni meni o'qituvchining borligi bilinib turadi. Jonli darslar hammasi. Hammasi haftada 3 marta bo'ladi Zoom orqali. Kursni asl narxi 450 ming, lekin chegirmada siz 350 ming so'mga sotib olsangiz bo'ladi. Murojaat uchun mana shu akkauntni qoldiraman. Telegram akkaunt Sarasem deb yozsalar chiqadi va mana shu yerda ham qoldirib ketaman. Hammalarga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha hammalarni keyingi darsgacha sog' bo'linglar. Xayr.